ko'pchilik meni yurist, advokatlar oilasidan deb o'ylar ekan. O'zim ham eshitib hayron qoldim. Kim ekan o'sha boshqa yurist qarindosh tanishim deb hayron bo'ldim to'g'risi. Bu sohada bizni oilamizda, ya'ni amaki, tog'a, xola-ammali o'rtasida yoki ularning farzandlari o'rtasida unaqa odam yo'q. Ya'ni yuridik tomonlama. Va meni o'zi bu sohaga, nafaqat bu sohaga, balki o'qishga qiziqishimga sababchi bo'lgan bu yagona inson bu meni onajonim bo'ladilar. Sababi meni bog'chada, nolavoy, ya'ni tayyorlovda va maktabda 1, 2, 3, 4, 5-sinfimda men bilan birgalikda uyda o'tirib shug'ullangan, dars qilgan, urushmasdan tushuntirgan, har bir nima deydi, tushunmagan narsamni menga tushuntirib, man qilgan inson bu meni qadrli onajonim bo'ladilar. O'zlarida oliy ta'limga kirishishga imkoniyat, sharoit bo'lmagan bo'lsa-da, bu armon bo'lib qolgan bo'lsa-da, o'g'illari, farzandlari bu narsaga erishish uchun jonlarini, umrlarini fido qilgan onajonimni boriklariga shukr. Barchamiz onalarimizni borlarida qadrlaylik.